Assalomu alaykum tug'anlar. Assalomu alaykum jalpı jamoat, hurmatli do'stlar, jalpı bizning Taq ma'lumot kanalimizning qatnashchilari. Baringizlarga Novqatdan salom aytaman. Novqatdagi O'ris bozordan. Bugun bursa 21-mart 2025-yil haftaning juma kuni. Baringizlarning niyat jumangizlar ma'rif bo'lsin deyim. Tug'anlar, men sizlarga bu chalishdan shu O'ris bozoridagi ko'chat bozorlari bir ko'rsatib qo'yayman. Hozir ko'chatlarning sezoni. Ko'chat bormi? Bu yerda negizi büt bardı var ekan. Ko'chat 4-chi. Sizlar izlagan bu yerda archalar da var ekan. Hozir archalarni da so'rayman. Söz turda kanalga qatnalib turganlar. Men emi buyursam shu Taq ma'lumot kanalini dag'dag'i o'zim olib boraman. Emi bu jakta jalang mana shunday qiziqli chiqarishlar bo'ladi. Emi Olam qovar ne oldu degan ko'ruvchilar bo'lishi mumkin. Olam qovarda ham jalang ham oyoqda ot dünyasi bo'lib ketdi. Emi bu jakta barliq narsa bo'ladi. Mashina bozor bo'ladi, bozorning ichidagi produktda qanday narsa jarnama bo'yicha dag'i bo'lsa shu kanalda ishlatamiz. Emi men bo'lsa ishimni boshladim. Bu yerda bozorlar qanday sizlar ko'chatda yurdi. Alaykum assalom. Sizning ko'chatingiz yo'qmi? Qanday uchrashib qo'yadi? Qayerdan keldi bular? Siz tartib qo'ying. O'zbekistondan. Bir bog'larni aytib berasam, bunlarimiz Gurisha. Gurisha gana. Lesная красавица deydi. Qancha bo'lsin mana shuni? Qaysi? Mana. 200 so'm. Bu qancha yillik? 2 yillik. 2 yillik 200 so'm. Karlik deydi qo'naqingiz. Qanchaniz? Nima? Karlik yong'oq deydi qo'y. Bu ham 200 so'm. Bu qayerdan keldi? Bular O'zbekistonmi? Ha, O'zbekiston. Karlik yong'oq aka. Mana Sakina gilas deydi qo'y, Skina gilas, ha? Skina. Va Qashqar gilas-da, cho'ng gilas, Qo'qon gilas. Bu qanchanchi bo'lib pishadi? Oxirindachi, birinchi bo'lib pishadi? Yo'q, oxiri pishadi. Oxiri qancha bo'lamiz? 250 so'm. 250 so'm. 250 so'm. Qancha yillik o'shonimiz? Necha yillik? Ha. 2 yillik. 2 yillik, ha. Turetskiy ne deydi? Behi deydi-ku, biye. Undan yo'q. Yo'q, bu qolmadi u. Qanchadan sotildi shu biye? 150 so'm. 150 so'mdan. No. Yıldız almak yani. Motorda daha neyiniz var? Bundan Gurisha olmağınız ala nak ekan ha? Qancha bununuz? Shunday qizaradi bu la. Ha, qizaradi. Qancha bu? 200 deb shu beryapmiz aka. Tushib bertasizlar ha? No, biyalmadili bayağı janaqa. Chorniy brilliant deydi-ku. Ha, 150 so'mdan beryapmiz bularni. Bu va bizning kripson olmaganmi ha? Yo'q, qora bo'ladi. Qorroq bo'ladi. 150 deysiz buni? 150 kamida beriladi. No, kiwi ha? Kiwi nok. Ha, nak bular. Bunisi qancha? Voykamen goldan berib berisham? Yo'q, 2 xil bo'ladi. Bular 200 so'm yaxshi. Bizim pagodaga qanday ekan bular? 5 no'qatqa? Ha, bo'ladi aka. Voyka bor bo'shanda? Ha, naqd ekan, qanchadanmi? Kiwi nak deydi. Onlar yaxshi narsa ekan. Boyka almalayın deysiz bejan? 150 so'mdan. 150 so'm ekan boyka. Beraymi aka? Arzonroq bo'lsin. 5 tane. Talgarnak deydi. Türünden var ekan. Ha, daha bir biyinin türü ekan. Biyinin türü ekan. Buna golden qancha? Vallahi güzel. Buna kripsonchi? Olmalar hammasi 150 so'm. Barda 150 ekan ha. Barda 150 dan. Buna Margarit deydi-ku, qara. Qara Margarit deydi. Hurma deydi. Karlik deydi. Bular vaqili turgandir. Ha. Ko'chat bozor shunday. Nima deysiz hamma yo'q. Bu qanday ko'chat 40 tasi taqsir? O'rik. O'rik qancha so'm ekan? Keng bir tortib qo'ying. 250 so'm. Ishvaraq deydi-ku, ha? Ha, sparing. Ishvaraq. Aslida o'ringizni Bu baq qoq bo'ladi. Qo'q bo'ladi. Mana bo'lsa bor, yo'ldosh ota. Rubistasi bor. Yo'ldosh urug' deydi-ku bular. Ha? Bu qanday u? Yo'ldosh atavi. Yo'ldosh o'rik bor. Yo'ldosh o'rik, ha. Qaysi? Ana acham, ana. Yo'q, archa bor. Ali o'rik. O'rik. Mana bu qanday o'rig'ingiz, bular? Ana o'rik. Rubista. Qayoqdiki bu? Bu
Yaqinda Bular bizning No'qatda pogba qanday bo'ladi? Vahshiy bo'ladi. Klimat. Bo'ladi? Asıl kızıl öğreyip olsa hem ya. Qancha mı olsun? Nima alicha deb 250. 250 ha? 250 dedi. Arçanız. Archalar 100 so'm. Qancha yillik? 150 so'm. Bir yasharda. Bir yashar ha? yana 150 so'm ha. Polkarlik, Zолотой Green. Zолотой Green qancha aka? Ular 150 so'm. 150 so'm. 150 so'm. Türüne marka mı? Japonski değil. Kokon gilas. Kokon gilas qancha? To'qson. Bu qaysi yillik? Yo'q. Qanchasi bo'lib chiqadi? Oxirida o'zi birinchi bo'lib chiqadi. Üçüncü bölüm şey. Uchinchi bo'ldi. Qancha? Ular 200'den beryapmiz. Yil qancha yillik? 2 yillikda tayyor yillik ketasiga. Qayerdan keldilar? O'zbekiston. O'zbekistonmi? Yaxshi. YouTube'ga tartib turaman da. Bo'ldi, mana aka, bu pilostaram bor, Mintapoliski bor. Bunimiz qanday? Mana bunisi Mintapoliskiyiz. O'zagi sovuq uzunmi, qisqami? Sopi uzun mana. Uzun ha. Mana eshikka olinadi. Bundalar 150 mi? Nima deysiz? Bahosini qancha dedingizlar? Ha, bular 250. 250 ha. Bu skina degan sortlar. Skina. Ha, mana bunisi valovoy sort. Vallahi. Bular 250 dan, bular 200 dan. Hop, so'ramiz bersin. Bir orası aç videolar. Bu nagingiz qandayni? Qizildanmi shular? Shunday qizarib büt bordi. Jarim oq, jarim qizil Yo'q, bor. polni qizaradi. Polni qizaradi, ha? Bordi. Keyin banan noki bor bunaqa. Ha, bananlar. Banan noki yoshimiz. Ularning bahosi qanchadan? Ha, bular 200 dan qilib beryapmiz. 200 dan, ha? Qancha yilga Qay tushunma kerak? atotga tomir, polkarlik. Polkan. Tushunma 3-4 yilga kerak? Yo'q, ekadi keyingi yilda meva beradi. Ha, keyingi yildanmi? Ha. Ular behiga ulangan emas. Ular atotga o'zini Serbiyadan keladigan cho'peklariga ulangan. Suvluvi joyi qanday bu? Suvli, mazali. Monosini saqlasa bo'ladi. Bu iyul oyiga pishadi. Non saqlasa bo'layotganda bananda. Bananni saqlasa bo'ladi. Bolgarka bor, qozog'skiy. Bo'ldi aka. Sodangizni bersin. Ko'chat bozor. Bugungi ko'chat bozor mana shunday. Endi qatach. Taqsir bu ne ekan? Yong'oq. Oğlum akaniki. Qanchadan oldingiz? Bilmayman, kelishasiz. Bo'ldi. Paket jip bor. Bundoq bor ekan. Aka, bu gulingiz qancha? Qanchadan ketdi? 4,5 mingdan. 4,5 mingdan sotildi. Yarım mingdan sotildi. Orçalar qanchadan ekan bilmaysiz bakın? Parçalar 70 so'm. 700. Qancha yashar bular? Bular 3 yasharli. 3 yashar. 700 dan da, ha? Kamit beramiz. Bo'ldi. Sodangizni bersin. Onlar hem bugungi bu No'qatdagi O'ris bozoridagi ko'chat bozor. Baringizlar ko'rdingizlar o'xshaydi. Men qo'limdan kelishicha dag'da sizlarga xizmat qilaman. Aniqdan har doim biz bilan birga bo'lingizlar. Buyursa haq ma'lumot sizlarning xizmatingizda har doim. Jardama bo'yicha da biz bilan xizmatdashsangizlar bo'ladi. Buyursa sizlarga sonun xizmat uzatib ko'ramiz. Vaqtida ko'chat bozor. Mana shu ko'chat bozordan bu. Ne deydi? Bankala deydi. Gollandskiy ekan, ha? Mana gullarning turi bor ekan. Mana gullar yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Nece qandaysiz? Bir gullaringizni olib qo'ying, ha, videoga. Mana gulning ati neli? Dekabrskiy. Eng qimmat gulingiz, eng arzon gulingiz qancha? Eng arzon gullar nalar 100 so'm, 150 so'mdan. O'sha dekabristlar 100 so'mdan, ona 50 so'm mana. 50 so'm. Nalar 500. Eng qimmat nalar 1200. 1200. Nomingiz qanday guling? Bu orxideya. Orxideya. Nega o'rib qo'yding? Jo'mlik, podarishlaydi. Podarishli? Chor qo'ysalar bor. Yaxshi. Hani o'rib qo'ysangiz nazik o'xshab turibdi. Gul o'zidagi nazik bu.
Möbüller de var ekan, uyda bor da şudan. Bu çoğ ayağınlarınız var da? Bunun boyu çoğayбайт, бул чекесинен эле боеп кичине болуп калат. 150'den 200'den. Sodanız dersin. Bu qanday roza deydi? Shtampovoy deydi, ha? Bir nemenin içinde şunday türü, 4 türlü var mı? Qancha bununuz? 700. Bu qancha metr bo'ladi? 2 metr o'zi, 1,5 mi? Mana shu turishda yuradi. Şular ha? Qancha bu uzunluğu ne olacak? 1.90'a yaqin ekan, 1.70-1.80'ga yaqin. Ha? Mana 3 türlü bo'layotgan, 4 türlü. Ana ki tuğanlar. Бүгүнкү Ноокаттагы орус базар шундай болду. Канал катталып, шундай бекер болгон акырына лайк аябай басып коюңуздар. Бекер лайк болгондар.